Ayol kishi 4 narsani istese jannatning 8 esigi ochiladi. Soning eng birinchisi Allohga sherik qo'shmasa. Soning eng birinchisi Allohga sherik qo'shmasa. Namozni o'qiydigan bo'lsa. Namozni o'qiydigan bo'lsa. Kuyovining to'shagini birovda o'tirgizmasa. Uchinchisi. Kuyovining to'shagini birovda o'tirgizmasa, bu degani kuyov yo'q qiz hech kimni kirgizmaydi. Kuyov yo'q bo'ladigansa, o hech kimni kirgizmaydi o. Birinchisi ne ekan? Allohga sherik qo'shmau. Ikkinchisi namozi butun bo'lu. Uchinchisi kuyovining to'shagini boshqani kirgizmau. To'rtinchisi kuyovni hurmat qilib. O'sha 4 amalni istesang dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi. Sana jannatning 8 esigi ochiladi dedi. Endi hozir qarangiz, bizdagi tushunmovchilikning sonchalig'i ayolingni qizg'anasinmi deydi. Qizg'anamizmi? Qizg'anamizmi biz? Nima qizg'anamizmi? Biz musulmonmiz, biz qizg'anamiz biz. Hayvon qizg'anadi, hayvon, hayvon qizg'anadi, hayvon. Biz odamzodmiz-ku biz. Biroq shayton layin qarangiz, shu darajada sonday suratga kirdi-da, meni Yevropa qizg'anmay chatir qo'y. Tirjalangiz bemalol biletib o'tir qo'y. Meni shayton layin qalay olib keldi? Kim aytadi mening atalarim ashalarimni qizg'anmagan deb. Shayton la'inning sonday mixtilig'ini qarangiz. Bizning tubimizga yetib o'tirdi. Mana o'sning orqasidan qancha ayol jesir, bola yetim bo'lib o'tir. Kecha bir ayol kelib, menga qattiq jiladi. O'zi nemis ayol ekan. Islomni qabuldagan. Qozoqqa kuyovga teggan. Shunda 5 vaqt namoz o'qiydi ekan. Chaqsa 70 dan asib qolgan. Balam uylendi. Balam namoz o'qiydi dedi. Biroq kelinim o'ta bir nashar chiqdi. Balam borib og'alarini aytdi. Akasini aytdi. Hech kim tinglagan yo'q. Sondan balama xiyonat qildi. Axir balam o'ltirib qo'ydi. Sondan balam qamalib ketdi. Jilab o'tirdi, ana beshara. Men biroq aytdim sonda. Siz jilamangiz dedim. Siz sonda ar namusli balanni tug'ganingizga jilamangiz. Siz jilamangiz, başınızda ko'taringiz, siz jilamangiz. Siz sonda ar namusli uyatli balanni dunyoga keldi jilamangiz onu. Qalaysa sening ayoling birovmen to'shakdes bo'lib jatsa, sagan birov xiyonat qilib jatsa, bemalol og'zining sag'zingda o'pirib o'tirsang. Allah saqlasin. Men aytdim siz balangizga duo qilingiz, Allohdan so'rangiz. Balangizning ulkan qateligi onu o'ltirgani. Sebebi biz o İslam şeriatında o'ltiruv haq, biroq biz islom mamlakati emasmiz. Bu mana Pokistonda, Afg'onistonda, Eronda o'ltirib atar. O butun internet ko'rsatib atar. Biroq balangizda iymon bor ekan. Onu javobini berib kerak edi. O men turuv kerak emas edi. Ol o'ltiruv mana bizning Qozog'istonning zаңы menen o'ta ulkan qilmish bo'lgan. O'ta ulkan qilmish bo'lgan. Sonda bo'lganini bilgandan keyin sırası ne kılığı gerek ajrasıp bitiyor kerak et. Sonuçta bu şeytan layin qarangiz. Bizim ayollarımizga kirdi. Erkeklerimizga kirdi. Ulkanlarimizga kirdi. Kichkentaylarimizga kirib o'tir. Bu şeytandan saqlanish uchun A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim deb turib, her daim Allah'dan qo'rg'on tilab yurishimiz kerak. Her daim Allah'tan qo'rg'on tilab yurishimiz kerak. Allohim kunamda kechirgin. Mana shaytonning vasvasasidan, shaytonga qul bo'lib qoladigan o'zing saqlagin deb her daim duo tilakda bo'lishimiz kerak. Sebebi shayton ol uxtamaydi, biz uxtaymiz. Biz charchaymiz, shayton charchamaydi. Biz zerigamiz. Shayton zerikmaydi. Biz haqiqatni ko'rib